Salom hammaga. Biz bugun Macy's magazindamiz. Yana qaranglar, bu yerda Michael Kors shapkalari mana bunaqa set qilib, korobkalarda, podarkalarga qilib qo'yishgan. Qaranglar. Hozir men sizlarga narxlari bilan bo'lishaman. Mana bu sharifi bilan ekan. Qaranglar, oq rangi $98. Mana shu setni o'zi qaranglar, qimmat lekin. Hozir sezon boshlanganiga bularni skidkaga qo'yibdi, lekin mana 30% off degan. Qaranglar, 30% off. Mana bu har xil sharflari bor. $78 30% ni hisoblash kerak. Mana bunaqa rangi, oq rangi, korичневый, mana to'qrog'i, bunaqa rangi. Bular hammasi $78. Bitta manisi $68 ekan. Qaranglar, bularga moslab shapkalarni ham qo'yib qo'yishgan. Shapkasi $58 ekan. Mana qora rangi, mana korичневый to'qroq, mana oq, mana bunaqa ranglari. Mana bu yerda qaranglar, mana perchatkalarning narxi почти $100 qizlar, $98. Michael Kors bu brendoviy bo'lganga shunaqa qimmatda, lekin qimmat. Mana bunaqa korичневыйsi ham bor. Mana buni qaranglar. Qaranglar. Shunaqa, mana odamlar o'g'irlab ketmasligi uchun mana bunaqa narsa ilib qo'yishadi. Naryoqda Macy's magazindan chiqib ketsanglar, chiyillaydi deb mana bu narsa sirazi biladi odamlar olib ketayotganini. Xullas shunaqa gaplar. Hozir naryoqlarni ham sizlarga ko'rsataman. Bu yerda Calvin Klein shapkalari, qaranglar. Tak, buni narxi $58 ekan qizlar, bu ham qimmat. Mana hozir mana bu mana perchatka ham $58 ekan. Qaranglar, mana bunaqa ranglari ham bor. Mana bu yerda shunaqa sharflari bor. Tak, sharfini narxini hozir sizlarga ko'rib beraman. Mana $68 qizlar. Har xil tsvetlari bor. Hozir mana bunisiga boramiz. Mana podarishni qilib set qilib qo'ygan Steve Madden degan brendniki bu. Bunaqa toshli. Mana qaranglar. $52 ekan qizlar, mana shu turishi. Mana bunaqa bo'ladi. Qaranglar, podarkaga shunaqa podarichni set qilib qo'yib qo'yishgan. Toshlari no qimmat. Bu yerda mana bunaqa rozovoy tsvetlari, oq tsvetlari bor. Qaranglar. Shunaqa shapka sharflar, mana tepasida ham shunaqa. Mana narxlari shunaqa $52 ekan bu brendniki. Bu yerda Ralph Lauren'niki. Mana qaranglar sharflarini. Tak, narxi $125 qizlar. Bitta sharfi narxi bu. Mana bunaqalari ham bor. Mana bunaqa tsvetlari qora, qizil, mana bunaqa bordoviy mana. Tak, shapkani o'zi mana $58 ekan qizlar jonlar. Mana bu $125 ekan. Mana shapkalarni yana 30% off etgancha hozir o'zi Macy'sda atirlarga ham hamma narsaga skidka ketyapti. Mana shuni 30% ni hisoblasanglar, xullas shunaqa narxlar. Mana bunisini qaranglar. Mankenga mana ilib qo'yishgan. Tak, bu ham Michael Kors ekan, 30% off ekan bunda ham. Tak, $58 bu ham. Qalin lekin mana. Mana bunisini o'zi, mana bu $36 ekan qizlar. Mana yerda qo'lqopi ham bor. Mana bunaqa yumshoq sharfi ham bor. Bu yerda qaranglar. Mana bunaqa kartalar solib qo'yadigan breloklar bilan Steve Madden'niki $39.50, почти $40 ekan. Mana bunaqa tsvetlari, mana bunaqa zолотистый tsvetlari bor ekan. Breloklari mana bu. Brelokka o'zi ham почти $40 ekan qizlar. Steve Madden brendiniki. Voy, mana bunisi tushib qoldi-yu. Bunaqa bordoviy tsvetlari. Bu yerda o'sha sumkalar mana boshlanyapti, qaranglar.
40% off hozir aytyapman, skidka ketyapti sumkalarga. Mana har xil sumkalar. Mana bu yerda ham qaranglar, setlik qilib qo'ygan. Mana podarkalarga shundoq korobkalar bilan birga. Bu yerda katta sumkalari. Bularga 40% off ekan. Mana bardovi qaranglar, katta ekan. Mana bunaqa korechnoyisi bor ekan, qaranglar. $80 ekan почти, $79 50 sent ekan. Mana bu ham podarkalarga mana moslab qilib qo'ygan, 59 50 mana shu kichkinasi. Qimmatda bu yerda, lekin mana 40% off bilan qizlar. Mana bu sumchkani qaranglar. Mana bunisini qaranglar. 89 50 qizlar. Ichlari mana. Buni ham narxini ko'ramiz. 79.50. Mana bunisi katta ekan, $139 50 sent ekan qizlar. Bunisi o'shani, mana buni qora tsvet ekan. Tak, bu ham 79.50 ekan. Hozir уже oyoq kiyimlar boshlanyapti. Ralph Laurenniki qaranglar. Kedalari mana. Tak, narxi yozilganmi? Narxi $115 ekan, plus 30% off bilan-da. Plus dema, minus 30% off bilan. Mana bunaqa ko'k kedasi ham bor. Mana narxi $100 ekan buni. Etiklar bu yerda mana pol saposhkalar. Hozir DKNY sumchkalari qaranglar. Kashlovlarining narxi ham $98 qaranglar. Почти $100 deganida. Buni qora tsveti ham bor ekan mana. Mana bu $160 ekan qizlar. Bunisining narxini ko'ramiz. $148. Mana kichkina sumchkalarni qaranglar. $98 mana shu kichkina sumchkalar qizlar. Narxlari qimmat lekin skidkada ham unaqa arzon bo'lmaydi lekin. Bunisi mana Karl Lagerfeld brendiniki sumkalari qaranglar, mana bular $198, почти $200 degani, lekin minus 40% off bilan. Mana qaranglar, har xil sumkalar.